Aziz kuzatuvchilar, subsidiyamiz davom etyapti. Navbatdagi mijozimiz Farg'ona shahrida joylashgan 30 kilovatlik Longi Haymo X10 Science variantida o'rnatib berganmiz. Creative nomi ikki tarafli qilib 30 kilovatlik solik invertor bilan birga o'rnatib berdik. Full komplektatsiyada. Bu mijozimizda subsidiyadan foydalandi, lekin to'liq emas. Ya'ni 30 kilovatdan zaявka beruvdik, faqat 20 kilovatga berdi xolos. 20 kilovatiga, ya'ni 20% gacha imtiyoz qo'llanildi. Shu sababli mijoz 30 kilovat o'rnatdi, lekin 20 kilovatiga davlatdan subsidiya oldi. Aynan nimaga 20% ga subsidiya berdi? Shu bo'yicha qisqacha aytib o'tsangiz. 20% ga deganimiz, ya'ni narxni misol deylik, mana 80 million deb narx aytsak, 80 millionni 20% ga, ya'ni 16 million sizga arzon tushadi. 64 millionga o'rnatgan bo'ladi mijoz. Shu sababli mana 16 million misol chegirladi. Shu sababli mijozga subsidiya Hozirgi bilan holatda foydalanish qulay tushadi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas.